Assalamu alaykum, hörmətli televizor köyküçülər. Uyğur televiziyasının gündəlik xəbərlərini görüşünlərini qarşılamız. Aldı bilən xəbərlərimizdən mühim məzmunlarını tanışdırırıq. Uyğur yaş-ösmür tənərkətçilər Taylanddan dünya çempionu olub qayıtdı. Mike Pence Xitayning Uyğurlar qaratgan yerginishlik dini bastırışını to'xtatish kerakligini bildirdi. Xəbərlərimizin axırında Uyğurlarning an'anaviy turmush buyumi xurjun haqida to'xtalamiz. Tövəndə diqqətinizlər xəbərlərimizin təfsili məzmunlarında bo'lsin. Tayland poytaxti Bangkok shahrida o'tkazilgan kickboxing, ya'ni erkin mushish bo'yicha dunyo musobaqasiga Qozog'istonda bir guruh Uyg'ur tanharkatchi qatnashdi. Shundaqla musobaqada a'lo natija bilan chempion bo'ldi. Ular Almuta viloyatining Talg'ir noyasida faoliyat olib berayotgan Nur va Qiziltog' tanharkat klublaridan bo'lib, Sohrab Hashimjanov, Alshir Sultonxo'jayev, Said Intimaqov, Ali Asqarov va Alijon Oblahatov qatorliqlar. Tanharkatning bir nechta turlari bo'yicha xalqaro musobaqalarda va dunyo musobaqalarida chempion atalgan, hozir Almuta viloyatining Talg'ir noyasiga qarashli Besag'ash mahallasida yashayotgan Sohrab Hashimjanov o'zining tanharkat bilan kichkidilla tortib shug'ullanishga boshlaganligini, chapaliq mashq qilish orqali yuqori mahorat bilan dastlabda Almuta va Toshkent shahrida o'tkazilgan kickboxing musobaqasida chempion bo'lganligini, 2011-yili Berlinda o'tkazilgan xalqaro chamboshchilik musobaqasida birinchilikni, 2015-yili Beijingda o'tkazilgan chamboshchilik va gumpi ko'rsatish bo'yicha dunyo musobaqasida oltin medal, 2018-yili Shanxayda bo'lgan xalqaro musobaqada mis medal olgan ekan. Taylanddan chempion bo'lib qaytgan tanharkatchilar Almuta shahri va ularning yurtida dag'dug'iliq qarshi ilingan. Talg'ir noyasining yurt jamoatchiligi, Uyg'ur jamiyatlari vakillari, ota-onalar va boshqalar chempionlarga alohida hurmat bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonning tanharkat sohasining rivojlanishiga Uyg'urlar salmoqli to'p qo'shib kelgan. Ularning qatorida ko'plagan tanharkat klublarida tanharkatning har xil turlari bo'yicha tarbiyalanib chiqqan hamda Qozog'iston, Osiyo, dunyo musobaqalarida chempion atalgan Uyg'urlar ko'p sanaladi. Abdurshid Abdurahmonov, To'yg'un Nasirov, Zakir To'xtiyev, Alik Jalilov va boshqalar shularning jumlasidandir. Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence Amerika Florida shtati Evi Maria universitetida nutq so'zlab, diniy bostirish dunyodagi eng ko'p nüfusli davlat Xitoyda borgancha ig'irlashmoqda. Xitoyning Uyg'urlar qaratgan yerginishlik bostirishini to'xtatish kerakligini bildirib, Trump hukumatining hozir qadar Xitoyning 3 milliondek Uyg'ur va boshqalarni yig'ib olish lagerlari qamab, ularni tili, madaniyati va diniy e'tiqodidan voz kechishga majburlashini oshkora tanqid qilgan eng yuqori darajalik amaldor bo'lgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining yillik xalqaro diniy erkinlik dokladida Xitoyni 1999-yildan buyon izchil holda diniy erkinlikka buzg'unchilik qiluvchi davlat deb bekitib keldi. Biz bu so'zlarni qilayotgan paytlarda Beijing Xitoyning g'arbida 3 millionlagan Uyg'ur musulmonlarini atalmish qayta tarbiyalash lagerlari tutib turmoqda. Xitoy hukumati xristian injillarining setilishini chekladi. Ular yana minglagan krist va boshqa shirkov simvollarini vayron qildi hamda poplarni turmaga tashladi. Hatta hozir Xitoy hukumati o'z fuqarolarini ta'qib qilish uchun eng ilg'or texnologiya orqali zo'r ko'lamli kuzatish sistemasini taraqqiy qildirdi. Mike Pence'ning ilgari surishicha, Trump hukumati bu masalada qattiq maydonda turib, Xitoy hukumatini bu yerginishlik qilmishlarga xotima berishga qoyil qilishga tirishadi ekan. Mike Pence bu so'zlarni Trump hukumatining ittifoqdosh davlatlarni Uyg'ur masalasida Xitoyga qarshi chiqishga undayotganligi ilgari surilayotgan bir mezgilda qildi. Amerika amaldorlarining chet el diplomatlariga tarqatgan bir materialni naql keltirib, mazkur materialda Uyg'ur rayonidagi lagerlarning kengayotganligiga doir dalillar va Xitoyning Xinjiang siyosatining 5 tip nishoni tilga ilinganligi ta'kidlangan. Xitoyning 5 tip nishoni xalqaro tanqidni to'sib va parchalab, musulmon turkiy xalqlarning xalqaro ovozini ojizlatishini, islomni xitoylashtirishni o'z ichiga oladi ekan. Uyg'urlarning an'anaviy turmush buyumi xurjun. Xurjun Uyg'ur tilining izohli lug'atida ichiga narsa kerak qachilinadigan, uloqqa artishga bob qilib, yip yoki yungdan to'qiladigan ikki boshliq qop deb sharhlangan. Xurjun Uyg'urlarning turmushida ishiltish tarixi uzun bo'lgan, shundaqla Uyg'ur millatiga xos bo'lgan muhim turmush buyumlaridan biridir. Biz Uyg'urlarning turmushdagi milliy xosligi aks ettirilgan har qanday adabiyot san'at asarlarida xurjunning ma'lum vositalarning yordamida aks ettirilganligini ko'rib olaymiz. Chunki xalqimizda Uyg'urlar bor yerda xurjun bor, xurjun bor yerda Uyg'urlar bor deydigan gap bor. Xurjun Uyg'ur xalvobchiligining muhim bir turi bo'lib, uni maxsus tarbiyalangan xalvobchi ustalarla to'qiy oladi. Xurjun qizil, ko'k, yeshil, seriq, so'sun qatorliq rangli yiplarni giralayshtirish usuli orqali har xil gul nusxalari chiqarilib to'qiladi.
Xorjunning to'qilish usulida tuz to'qilib, ikki tarafi keyniga yondirilib, yon tarafi tikilib, ondan shakliga keltirildi. Ondan xorjunning eg'izga chiroyli girbak chiqarilib, izma bekitiladi. Izma xorjundagi narsalarning bexatarligini saqlash roliga ega. Xorjun ikki pay bo'lib, narsa kerak yo'tkashda tangponliqni saqlaydigan bo'lg'achqa, uningdan qachilangan narsalarni mayli odam do'lisiga ortib mansun yoki eshakka otib mansun, o'xshashla tangponliqni saqlab kuchni tejab qag'ili bo'ladi. U narsa kerak qachilab yo'tkashda, bo'libmi uzun safar jarayonida ishlatishga nihoyat aplik. Uningdan havo o'tishib turadigan bo'lg'achqa, ichiga silingan narsa keraklar oson buzilib qolmaydi, ham pokiz saqlag'ili bo'ladi. Xorjun Uyg'ur xalqining ijtimoiy turmushiga shunchalik singib ketganki, ba'zi maqol tamsillardimi xorjun so'zi o'rin oladi. Masalan, ahmoqning aqli xorjun, yomonlagan abdalning xorjuni g'izyon. Yo'lda xormay desang, xorjuningga hezi bo'l. Eshikingning mengishi xorjuningga bog'liq. Xorjuningning yemishi qushnochimga. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.